6 oy tekinga o'qib olmoqchi bo'lgan student ukalarim diqqatiga. Bunaqa taklif jizinda bir marta bo'ladi. O'quv markazlarida papas hisoblangan g'oya skoldamiz. G'oyadan juda ham ajoyib taklif. IELTS olmoqchi bo'layotganlarga va IELTS natijasini ko'tarmoqchi bo'layotganlarga sizga hozir men polностью full ob'яснить qilib beraman. O'qituvchilarni IELTSlarini eshitib, rostdan jinni bo'lib qolasiz. Bitta tushuntirish bering. Markazda o'qigan student любой o'qishga kirib ketishga sababchi bo'layotgan Sharxonda yagonalardan bo'lgan 8,5 balli haqiqiy monster o'qituvchilar. O'quv markazida 100 tadan oshiq o'qituvchi ishlaydi. Barchasi sizni farzandingiz chiroyli bilim olishiga tirishib yotishdi. G'oya o'quv markazi 12-yildan beri ish faoliyati olib boradi. Bemalol kelib, g'oyadagi o'qituvchilar bilan, bari qulayliklar bilan bemalol tanishib ketsangiz bo'laveradi. IELTS natijasini ko'tarmoqchi bo'layotganlar va IELTS olmoqchi bo'layotganlar 6 oylik bepul darslar bo'yicha nomer qoldirib qo'yaman. Bemalol telefon qilib, administratordan xohlagan bo'lmasa savollaringizni berishingiz mumkin bo'ladi. O'quv markazimizning lokatsiyasi Manzil Sharxon Orientir Makro supermarket orqasida. Bemalol kelaverasizlar. Meni o'ylashim bo'yicha, ne только O'zbekiston bo'yicha, planetada bitta bo'ladi. Xudo xolasa, shunaqa deb niyat qilaman-da. Rayonni bir ko'rsangizchi, olib kelgan mana Dojdinkani ko'ring, Dojdinkka deb qo'yarkan. O'rnini ko'ring. Buni mana tomonga shunaqasiga aylanasiga teramiz. Buni ichiga tushiramizda, bu valyerni ichidagi valyer bo'lyapti-yu. Mana ko'rsangizchi, mana uni yashil zona bo'ladi-da. Hammasini bitta o'chiriladi-da. Endi qanaqa ko'rinish bo'ladi bilmadim-u. Ilganimizdan keyin buni ham bitta chiroyli obzorini qilaman. Uyquni ustiga o'tirib qo'ygan joyimiz bor-u. Oxiri uyqu bizni ustimizga o'tirib qo'ymasa bo'ldi. Uyqusizlikdan odam o'libdi. Yaqinda eshitdim, qo'rqib ham qoldim. Bu joyda qanaqadir bir o'zimizcha biznes g'oyalarni ishlab chiqaradigan joyimiz bo'ladi. O'tirib olaman sharsharachalarda. O'zimga ham yoqib ketyapti. Bitta ko'ring. Zo'ra. Bir parcha nariga valyerimizdan ham qisman bitta ko'rsatib bering. Nariga palavkalarda o'rnatdizatsiyalarni qildik, kuch yetmadigan soqali chiqib qoldi, reklama bor, olib keldi. Aytgancha, reklamalarimda ham paddeshka qilib, yurachalarda bosib, olovchalarda bosganlaring uchun hammalaringga katta rahmat. Rosa xursand bo'laman. Reklamani ham odatda manfaatli, foydaligini olishga doim harakat qilaman. 200 parga joy bo'lyapti. Joyimiz katta, eniga 6 metr, uzunasiga 8 metr. Tomiga ham dahshat pul ketib qolar ekan. O'rtada вообще, xullas bu qushxona o'rtada zeleniy zona. Sharshara qilamiz. Katta palmalarni olib kelib, noyob gullarni olib kelamizda. Xullas ideya juda ham kuchli. Katta proyekt, juda katta summa pul ketyapti. Tajriba qilamizda, yalanlikda uchib yurgan ko'proq bolalar edimi, yo'q qafasdagi yaxshi ishlaydimi? Unga qarab keyin planni o'zgartiraveramiz. Jarayon bilan bo'lishib boraman, nasib. Juda ham kuchli proyekt ketyapti. Dunyoni o'rganga qo'yib qo'ygan akalarning xizmatini abzordamiz. Tezlikni ko'rib jinni bo'lib qolasiz. Sizga bu xizmat juda ham zarur. Bitta abzor qilib beraman. Asfaltchi akalarga quyoshni issig'i, kvadratingiz kichkinaligi, bu o'pshim qizig'i yo'q. Kerak bo'ladigan bo'lsa, bir lapatga tashlab ham ketishaveradi. Asosiy kulminatsiya joyi, puli nechi pul? 1 kvadrat asfalt yotqizish xizmati 75 mingdan boshlanadi. Qulaylik tomonlari yana keladi, o'zini taqut-tuqulari bilan, ustalari bilan, shogirdlari bilan. Asfaltingizni yotqizishdan oldin tramvobkasini olib ketadi. Hamma xizmatlari shu 75 mingning ichida boshlanadi. Bu akalarimiz vodiy bo'ylab xizmat olib borishadi. Asfalt shakarlarda qulaylik tomoni. Bir kundaylar keldi, tramvobkani qildi, asfaltingizni bosdi ketdi. Siyashkachi ustani top, bayogobga, meshalgobga unaqa mashmasha qilib o'tirishmaydi. Bosilayotgan asfalt toza Farg'ona zavodiga shara-bar emas. Akani xizmatini ko'ryapsiz, video olganimizcha uyda yarmini bitirib bo'ldi. Xuddi shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, akamning nomerini qoldirib qo'yaman, bemalol telefon qilib xizmatingizni qildirib olsangiz bo'laveradi. Aka, hech qanaqa mashmasha qilib o'tirmaysiz. Bir piyola choy bilan obedni bersiz, tamom ishingizni hal qilib beradi. Любой narsasi o'zida bor. Bemalol telefon qilib xizmatingizni qildirib olasiz. Ichiga valyer qilib, ular kallasi qisilib, va boshini yorib tashladi bu. Raspakovkani Kitayskiy Lyubovi. Voy aka, bu narsani ko'ring. Battar yaxshi ko'rib borasiz. Obzorini qilib beraymi? Aka, avval buni qanaqa qushligini bitta tushuntiray. Kitayskiy расписной bedan hisoblanar ekan. Rangi haqiqatan ham noyob bo'lar ekan. Ya'ni любой parandaga qiziqadigan odam ham ko'rgan parandasini, yaxshi ko'rib qo'ygan parandasini sotib olgisi keladi. Kecha Marg'ilonlik Zoomir Marg'ilon profili ryukzadigan akamizdan sotib oldik. Valyerimizni ichiga valyer qilib, bular kallasi qisilib, va boshini yorib tashladi bu. Va boshini yorib qo'ydi-yu. Olib kelishimizga bitta jabr bo'ldi-yu. Qarang, boshini ochib tashlaganni. Voy tova. Rangi boyagi lavanda o'rdalarimiz bo'lardi-yu. Mana shundan ekanda. Mana bular tuxum qo'yyapti, belini achlashyapti. Mana seri. Qarang, ajoyibligini. Mana bu hozirgi osilib qolgan yangi rivojimiz boshqa ochilib ketdi. Kelinib qoldi. Ajoyib. Endi bularda nima qilamiz? Lekin endi aylanasiga bitta ablisovka urmoqchiman. Sariq bilan oq ablisovka bo'lsa ham yaxshi bo'ladi. Valyer bo'ladi. Tepasini ajoyib qilib yopib, bular mashetda neobitaymi o'stirib bo'ladi bularga. Ichiga tuxum qo'yadigan narsasini joylaymiz. Ullas nima qilsak qilamiz. Yana bir ajoyib ideya kelib qoldi. Endi nasib bo'lsa bu albatta mana bu kulkalarimizni 5-10 kundan yoki olganimizdan qilamiz. Endi bir xursandchilik bilan bo'lishaylik dedim-da.